Ortimda milliy sertifikat imtihoniga kirgizish davom etmoqda. Ko'p abituriyentlar qiziqadi, milliy sertifikat imtihoniga qaysi hujjatlarni olib kelish kerak yoki qanday tartibda kirgizadi, ichkarida qanaqa jarayonlar kechadi. Shu savollarga to'xtalib javob berishga harakat qilaman. Milliy sertifikat imtihoniga kirguncha bugungi kunda aynan 2025-yil 6-may holatiga ko'ra faqatgina talabgordan ID karta yoki pasport talab qilinadi. Ruxsatnoma shart emas, ruxsatnoma olib kelish shart bo'lmaydi. Faqatgina o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Keyin ichkariga kirgandan so'ng Face ID dan o'tiladi, ya'ni kamera orqali. Kamera tanigandan so'ng o'sha talabgorning adashmasam ruxsatnomasi kelib chiqadi va shunga qarab yo'nalish beriladi. Shu etajga bo'ladi yoki qaysidir xonada bo'lishini ko'rsatib yuboriladi. Keyin abituriyent boradi, o'sha xonaga kiradi. Yo'l-yo'lakay nazoratchilardan bemalol qaysi xonada bo'layotganligini, imtihonni qaysi xonaga borishligini bemalol so'rashi mumkin bo'ladi. Hayajonlanishga hech ham o'rin yo'q. Keyin o'sha xonaga borgandan so'ng nazoratchi abituriyentning pasportiga qarab shu rasmi bilan solishtirib ko'radi o'xshashlik darajasini. Keyin ro'yxatdan ism familiyasini topadi, ro'yxati bo'ladi qo'lida. O'sha ro'yxatdan nechinchi partada, nechinchi o'rindiqqa o'tirishligi yozilgan bo'ladi. O'sha o'rindiqqa borib abituriyent joylashadi. Abituriyentlar faqatgina shu ID kartasi bilan kiradi. Qolgan qo'shimcha narsa puli bilan kirsa bo'ladi. Puliga hech narsa demaydi. Qo'shimcha qurilmalar. Masalan, tasbeh hozir aytilyapti, juda ko'p kishi tasbeh olib kelgan ekan. Tasbeh olib kirish mumkin emas. Yoki telefon обязательно mumkin emas. Yoki o'zlari bo'yinlariga olib qolishmaydi. Talabgor o'zini tanishlari bilan kelib, tanishlariga berib qo'yadi. O'sha ortiqcha qurilmalarini ichkariga olib kirish mumkin bo'lmagan gadjetlarni shunda kirgizadi. Faqatgina ID kartani o'zi bilan yoningizda pulingiz bilan kirsangiz bo'ladi. Keyin ichkarida o'zi suv beradi, o'zi ruchka beradi va ichkaridagi qanday bo'yashlik, qanday javoblar yozish kerakligi, javoblar varaqasidan qanday foydalanishlik yoki savollar varaqasidan qanday foydalanishlik haqida nazoratchi batafsil tushuntirishi kerak bo'ladi. Yoki o'zingiz so'rab olib o'rgansangiz bo'ladi. Hozircha mana shulardan iborat. Yana kimdadir qiziqqan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirasizlar, men o'zim javob beraman.